La. Xo'sh, Jetil, ochkingga gap yo'q. Ochkingni qayerdan olding? Men buni ana do'kondan oldim. Oh, anavmi? Unda u yerga qarab let's go. Assalomu alaykum. Salom, nima xizmat? Menga atalgan ochkilardan bormi? Ha, Narxi necha? 10 stak dollar. 10 stak dollar. Menda unaqa pul bo'lmasa-chi? Hechqisi yo'q. Ay, 10 stak dollar topganinggacha qaytib kelma. 10 stak dollar kerak. Mana bu uyimni sotsam-chi. What the hell, bro? Xo'p, buni endi sotaman, ammo bunga peshtaxta kerak yozadigan. Miko, kechirasan. Mana do'stlar, epichisni bo'ldi, bu yerga o'zbekchasiga sotiladi. Bu yerga esa sold, ya'ni inglizchada. Endi esa uyimda sal vaqt dam olaman. Kim eshikni taqillayapti? Bor. Oh, nima xizmat bu aka? Uyingni olmoqchiman. Oh, bering. Yo'q. Xo'p, bu jinni bo'lib qolmaganmisiz? Uyingga qara. Ha. Xo'p, endi bu yer mening uyim emas. Endi yana qayerdan pul ishlasam bo'lar ekan? Hozircha 10 dollar bor. Joy izlay. Qo'ysiga ish bosirdim. Qanday qani? Yo'q, men tushundim. Xashtaringdek bu e'lonlarni hamma yerga ildalab chiqasan. Bir kunda pul beraman. Xo'p, unda bugun kechgacha bu e'lonlarni mana yo'q, unday emas. Mana shunday qilib ildirib chiqaman. Xarita qilib va buni xato qildim. To'g'rilab ishlay, bo'lmasa menga pul bermaydi. Mana bo'ldi, endi hamma yerga shunday qilib ishlab chiqaman. Va nihoyat kech bo'ldi. Mana buni ildirsam bo'ldi. Endi esa ana u yerga bo'laman va pulni olaman. Hoy, bo'ldim. Xo'p, bu sandiqning ichida. Qani? What the hell? 5 dollar? Ha, o'zi qiyin ish emas-ku. Qiyin ish emas. Men uning uchun kechgacha ter to'kdim-ku. Hay, yo'qolsiga ish bo'lgan o'zi men jinnimi? Yaramas. Endi nima qilaman do'stlar? Axir bu yaramas. Men hamma e'lonlarini ildirib chiqdim. O'tishga joy topish kerak. Ular endi mana bu yerda yotaman. Politsiyachi nega turibsiz? Groks qidirilmoqda. Groks nima qildi? U odamlardan pul o'g'irladi va ba'zilarini otdi. Yo'q, to'xta, menga ideya keldi. Men ham o'g'irlayman. Unda birinchiga let's go. Va mana keldim. Qo'lingni ko'tarib hamma pullaringni chiqar. Shunday bo'lishini bilgandim. Meni qamashdi. Oh, salom. Salom, qamoqdan qochmoqchimisan? Ha? Bu yerda yo'lak bor, unda shundan qochmay sig'mayman. Xo'p. Keyin politsiya
Ondagi miltig'ini oldi, uni ot kiydiysa eshikni ot, xo'pmi? Xo'p, endi men bu qamoqdan so'nggina chiqib keta olaman. Politsiyachi menga qalamay turibdi. Rostdan miltig'i bor ekan. O'zimdan ko'rdi, endi esa va'damni tuzatlamada eshikni ochaman. Voy, rahmat, keldim. Alzimaydi. Endi esa menga ijashganlar o'zidan ko'radi. Qo'lingni ko'tar, pullaringni ber. Ha, yana politsiyaga tushmoqchimisan? Ha. Nega o'tirmayapti bu yalamas? Xullas, senga men lahm qildim, sotuvchi ekansan. Xo'p, Lekin men bilasan. Oh, juda ko'p. Xo'p, endi menda yarimta pul bor. Endi qilsam ekan. O'qlarni cho'ntagimga taxlayman. Endi esa yana boshqa uyga go. Endi milni uyiga tushaman. Qo'y, qo'lingni ko'tar. Pullaringni cho'z. Yo'q. Men yo'q. Yo'q, shuncha pul. Yo'q do'stlar, va nihoyat men orzuyimga erishdim. Endi bularni sanay. Nechastak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 stak. 13 yarim mana bu yarimda. 13 yarim stak. Endi esa tashqariga chiqaman. Bu cho'ntak kimga solaman va olg'a. Yo'q. Yana qamaldim. So'ldi. Nima? Qamoqdan chiqishim uchun 13 stak dollar berishim kerak. Xo'p, nachora beraman. Bo'ldi, endi mana bundan boshqa pulim yo'q. Endi ana o'zi til aytgan ishini ishlayman. Kuniga 5 dollar. Xo'p, bu chiroyli achishga uchun ishlayveraman. 2000 years later. Va nihoyat endi bemalol pulim yetadi. Uning uchun juda ko'p ishladim. Qo'y, qishloqqa xullas menga achkidan ber. Mana pullar. Ro'parasa 10 stak dollar. Xo'p, mana. Va nihoyat orzuyimga yetishdim. Endi u askini kiyaman. What the hell? Bu askilar xuddi kotga o'xshaydi.